Voy, hurmatli kezalak. Sizga telefon qilib o'tirmayman. Shunda to'g'ri oldingizga borib, bulbulingizni solaman. Nilufar Hamidova, bulbulimni uzib olish birinchi o'rinda sizga bas. Agar ras bulbulim kerak bo'lsa, yonimga keling. O'zim qog'oziga o'rab, chiroyli qilib qo'lingizga beraman, maza qilib ishlatib yurasiz opa. Ya'ni 18+ haqida gapirgani, sizlarni to'g'ri yo'lga chorlagani bu fohishalik emas. Men Nilufar Hamidova, yeb qo'ymabsiz mabodo shaytida 18+ gapirgani, bu yaxshilikka chorlaganimi bu? Fohishalik haqida gapirgani bu yaxshilikka chorlaganimi? Opa, sizni ko'p-katta bir chiroyli o'qimishli, ilmli, bir O'zbekistonda o'rni bor ayol deb bilsam, siz umuman faqat shu hali 18+ targ'ib qiladigan, endi qo'pol qilib aytganda targ'ib qiladigan ayol ekansiz o'zingiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, mana shunga bitta fikr qoldiringlar. Bu nima degani bu? telefon qilsa o'zi bilan gaplashamiz. Voy, hurmatli kezalak. Xezalak debsan. Xezalak so'zini yon atrofingda yurganlarga gapirasan. Yonimga kelsang, mana shu vodiyga kelsang, qanaqaligimni senga ko'rsatib qo'yaman. Xezalaymanmi, xezalak emasmanmi? Chiroyli qilib tushuntirib, o'zingga ko'rsatib qo'yaman. Aprey desam, sizlar bilan birga teng bo'lgim kelmaydi. Aslida men sen bilan teng bo'lgim kelmaydi. Meni butun O'zbekiston taniydi. Seni kim taniydi o'zi? Aytchi. Shuning kechirim so'rab, yig'lab yurmasang bo'ldi keyin. Men sendan bir umr kechirim so'ramayman. Aksincha, o'zing mana shu vodiyga kelasan, Buvoyda tumaniga kelasan, Buvoyda tumanida kurugida seni mendan kechirim so'rataman. Qanday tushunding? Erkaklar, mana do'stlar, yaqinlar ko'rib turibsizlar. Erkaklarning nafsoniyatiga tegadigan gaplarni gapiryapti. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Bu ayolga qanaqa chora ko'rsak bo'ladi? Sudga beraman deyapsan. Sudga ber davay. Kim kimni ko'tini ochar ekan? Menda ancha faktlar bor. Men senga keltirib ham beraman, dokazat ham qilib beraman. Joning yomon bo'lsin, sog' bo'lgin. Do'stlar, mana shu videoga o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Bu haqida hali chiroyli videolarni o'zim ko'rsatib olib chiqib beraman sizlarga. Sog' bo'linglar.